Bu oyoq kiyimlar hammasini tozalab kir mashinada yuvib oldim. Hammasi toza. Mana shu shkafimni bugun tozalab chiroyli qilib qo'yamiz. Mana shu 1 yil saqlangan organizerlarimni bugun o'zim joylayman. Bu organizerlarda xo'jayinim o'zim yasab beraman deyishganlar. Shu bilan ishonib, men hali o'zim qilganim yo'q edi. Hatto Kinder syurprizlardan chiqadigan o'yinchoqlarda yasab beradilar. Bolalarga men uncha xush ko'rmayman, lekin men de ishlarni yaxshi ko'rardim oldin yoshligimda. Qandaydir xos sabrim chidamaydi bitta joyda o'tirib. Bu shkafda o'sha olib qo'ygan yozgi, qishki kiyimlarni organizerda saqlayman. Mana shu korobkalar hammasini bo'shatib, mana shu chiroyli oppoqqina organizerlarga joylaymiz. Turib bular chang bo'lib ketibdi, tozalab, qo'pqoqlarni yuvib oldim, o'zini artib oldim. To'g'risi men shu yerda bir jo'radim, agar ishonsalaring. Yasab 12 ta ekan, hammasini bitta-bitta yasab chiqdim. Hali ko'z qo'rqoq qo'l botir dedi-yu, boshida to'ttasiga ancha qiynaldim, keyin tez-tez yasab tashladim. Kelib o'g'lim ham nima qilyapti ekan deb yordam berib yubordi. Mayda-chuda ish bo'lgani uchun chestnesi shu 1-2 oydan beri hali qo'lim bormay turadi. Shetlar to'ziganiga o'zim achchig'im chiqib turadi, lekin qaranglar, bir chiroyli bo'lib qoldi. Hamma yoqlari oppoqqina bo'lib. Hali joylab bo'lmasimdan o'yladimki, menimcha kamlik qiladi dedim hamma obuwlarga. Bu yerga endi har kunga kiyiladigan, ko'p kiyiladigan oyoq kiyimlarni taxlab qo'yaman. Betlari ham shu chang bo'lib ketadi, kir bo'lib ketadi. Ano pinkni nimasidek sretsasini ishlatib olaman, sababi u tez kirlarni ketkazadi. Tepalarda ham changlarni artib, bu yerga detskiy oyoq kiyimlarni olib qo'yaman. Masalan, yozgisini, qishkisini shu organizerga, har bitta balamga taxlab olib qo'yaman. Tepada turadi. Ularga korobka qilmayman. Baribir baland obuwlar sig'madi organizerga, shunga korobkada qoldirdim. Qalay chiqdi?